Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan cho'zma lamonni yengilcha usulda tayyorlaymiz. Bu taomimizning nomi suyru lamon deyiladi. Oddiy lamondan farqi go'shti qiyma bo'ladi va sabzavotlari mayda qilib to'g'raladi. Qizib turgan yog'li mahsulotlarni videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda solib yaxshilab qovurib olamiz. Suzishdan oldin bir kosa suv solib, past olovda 5 daqiqa qaynatamiz. Suyru lamonimiz tayyor. Qizig'i shundaki, farzandlaringiz ichidagi mahsulotlarni ajratmasdan mazza qilib yeb olishadi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, lamonxo'r tanishingizga yuborib qo'ying.